Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun Samarqand to'plam kitobidan oddiy kasrlar, yangi bob, ratsional sonlar, kasrlar degan bobni boshlaymiz. Mavzuimiz oddiy kasrlar. Misollarni ko'rib ko'ramiz. Mavzu oson. Ikkinchi misolga qaraysiz. Ikkinchi misolda nima deyapti? Ayirmani toping degan shart qo'yapti ekan. Demak, seni bular. Ba'zi shartlar mahraj bir xil bo'lgan dedi, boyagi oddiygina suratlarni hisob kitob qilib yozib qo'yasiz. Mahraj har xil bo'lsa nima qilamiz? Mahrajmi? Bu mahraj nechi kelasiga? 6 bo'ladi. Bunga 3 tadan, bunga 2 tadan bersak. Tak. Bunda 3 taqsim 6 ayrilgan, bunda necha bo'ladi? 4 taqsim 6 bo'ladi. Endi nima qilishimiz kerak? Suratdan ayirishimiz kerakmi? 3 dan 4 ayirsa nima bo'ladi? -1 taqsim 6 degan javob bo'ladimi? Tak, qaysi javobda bor bu? D javobda bor ekan. Tushuninglar-a? Oson narsa. Men mahraj berishda topamiz. 3-chi misolda-chi? 3-chi misolda mahrajni 4 bilan 5. Necha berishimiz mumkin? 20 mi? Bunga 5 tadan, bunga 4 tadan bersana. -5 -4. Necha bo'ladi? -5 taqsim 20 ayolgan -4 taqsim 20. Suratdan hisob qilsang necha bo'ladi? -5 ga -4 bo'lsa. -1 mi? Minus ikkalasiga minus bo'lsa nima bo'ladi? O'shalarmidi? Yo'q, ko'paytirishda u plus bitta. Minusda 9 bo'ladi. -9 taqsim 20 bo'ladi. Adashtirmayman uni. A javob. 11-misol. Mana shu misollarimiz 11, 12, 13, 14, 16 mana shu misollar biz mavzumizda tashqaridan boshqacharoq. Misollar ham juda ko'p. Shuni ishlashimiz kerak. Mana 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 5, 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 8, 1 taqsim 8 ko'paytirilgan 11, 1 taqsim 14 ko'paytirilgan 17. Buni oddiygina 2 kara 5 10 40 88 deb hisoblab turib, hammasi bu mahraj berishlari qiyin masala bo'lib ketadi. Buni osonroq ko'rishing kerak. Osonroq topamiz. E'tibor berib turasizlar. Birinchi boshida son qaysi? 2 mi? 2. Kas tepasidachi? 1 mi? Ya'ni 2 dan 1 degan kasr turibdi, birinchisida. 2 dan 1 degan. Eng oxirida qaysi turibdi? 17 dan. 17 dan 1 turibdimi? Oldim. Aynan. 1 taqsim 2 ni oldim. 1 taqsim 17 ni olaman. Boshidan bitta olaman, oxiridan turaman. Endi o'rtasini ayirib qo'yaman. Mana shuni eshitysizlar. Misollarni mana shuni eshitysizlar. Boshidan bittasini olasizlar, boshida, oxiridan olasizlar, ayirasizlar, keyin orasida farqni ko'paytirasan deydi. Orasida farq qaysi? Orasida farqni ko'paytirasan deydi. Mana 2 ko'paytirilgan 5, 5 ko'paytirilgan 8, 8 ko'paytirilgan 11. Nechtaga farq ketyapti? 3 taga. 3 taga farq ketyapti, qarang. Mana 2 bilan 5 orasiga 3, 5 bilan 8 orasiga 3, 8 bilan 11 orasiga 3. Endi shu ko'paytirib qo'yishim kerakmi? Qayerda farq bo'lyapti? Suratda farq bo'lyapti, mahrajdan. Mahrajda farq bo'lgani uchun mahrajga yozib qo'yasizlar. Hozir ko'paytirilgan 3 desanglar xato bo'lardi. Hozir mahrajda orasida farq 3 bo'lib qolyaptimi? Tepada hammasi bir xil. Shuning uchun orasida farq desa, mahrajga qaraysiz, mahraj qanday farq bo'layotgan bo'lsa, o'shani yozib qo'yasiz. 1 taqsim 3 ga. Surat farq bo'lsa-chi? Suratda farq bo'lmaydi. Yo'q, 1 bo'ladi. Mana misollar. 2 bilan 17 ga mahraj 34 mi? Bunga 17 dan, bunga 2 dan bo'ladi. 17 dan 12 ga esa nechi? 15 taqsim mahraj 34 mi? Ko'paytirilgan nechta? 1 taqsim 3. Xo'p, qisqaradigan bormi? 3 bilan 5 qisqaradi. Bunda 1, bunda 5 bo'ladi. 5 taqsim 34 ekan. Javobda bormi? 5 taqsim 34. Tak. Nechinchi misolda bu? 11-chi misol. C variantda bor ekan. C variantda bor ekan. Tushunayapsizlar buni? Qolgan misollar turi hammasi birdir. Mana boshidan olasan, oxiridan olasan, ayirasan, orasini farqini ko'paytirib qo'yasan. Ko'chirma. Hop. 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 5, 5 kare 7, 7 kare 9, 9 kare 11. Bosh qaysi? 1 taqsim 3. Ayrilgan oxirichi? 1 taqsim 13. 1 taqsim 13. Orasida farq 2. 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 bo'ladimi?
Ketdi, mahraj. 39 bo'ladi, ko'paytmas. Buni 13 dan, buni 3 dan. 13 dan ishlayotsak 10 taqsim 39 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. 2 bilan 6 qisqaradimi? 5 taqsim 1, bunda 5. 5 taqsim 39. 39 ekan. Qaysi variantda bor? B'dan ketdi. 14-misollar. 3 kara 8, 8 kara 13, 13 kara 18, 18 kara 23, 23 kara 28 ekan. Boshi 1 taqsim 1 taqsim 3 ayashim kerak. 1 taqsim 28 dan orasida farqimiz nechiga? 5 ga. 5 ni hammasida bir xil. 1 taqsim 5 ga ko'paytirib qo'yaveraman. Umuman nechi bo'ladi? Bunga 28 dan, bunga 3 dan bo'ladi. Tak. 80 to'raga qo'yamiz, to'g'rimi? Tak, 28 ni ishlayotsa nechi bo'ladi? 25 mi? Ko'paytirilgan 1 taqsim 5 tur. Qisqaragan bo'ladi yana. 5 bilan 25. Bunda 1, bunda 5 bo'ladi. 5 taqsim 80 to'rt bo'ladi. Qonunni ham tushundinglar-a? Mana bir xil o'qiydi. Buni sen qaraysiz. 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 2, 2 kara 3, 3 kara 4, 990 ko'paytirilgan 1000. Boshi nechi? 1 taqsim 1. 1 taqsim 1, birni yo'q deb hisoblab turib, 2 ni o'tkazib, 2 ni olib qo'ymaymiz. Bir baribir yozilganmi? Bor. 1 taqsim 1. 1 taqsim 1000. 1 taqsim 1000. 1000. 1. Orasi farqi. 1. Birmi? 1 taqsim 1. 1 taqsim 1. Foydasi yo'q, yozib qo'yamiz. Tak. Teng. Umuman nechi bo'ladi? 1000 mi? Bunga 1000 dan beramiz. Bunga kerak emas. 1000 dan 1 dersanglar 999 taqsim 1000 bo'ladi. 1 taqsim 1 ko'paytirganning foydasi yo'q. Endi variantda 10 kasini o'tibdimi? Mana variant yo'q. Qarang. 0 taqsim. Aslida bo'lishlaring kerak, lekin sizlar oson o'rgatib ketaman. Hali buni 10 kasini deb ko'rib ketamiz. Qarang. Nechta nol bor? Nechta nolga bo'linyapti? 3 tani virgul 3 ta chapga qarab surilishi kerak. Virgul hozir berdik, to'g'rimi? 999 ta 0. Virgul bitta sursa, bitta ketdi. 2 ta, 3 ta surdi. Nechi bo'ladi? 0.999. Dedi yo'q bo'lgani uchun 0.999 deb yozib qo'yamiz. Bor variantda? D variantda bor. Tushundinglar misollarni? Mana ishlanish tartibi bir xil. Boshdan olasizlar, oxirdan olasizlar, ayirasizlar, orasida farqni ko'paytirib qo'yasizlar. Ko'chirib olasizlar, keyingisiga o'tamiz. Hop, qarang, 22-misolda Maydon olamiz. O'xshaydi-yu. Lekin qarang, 15, 35, 63, 99, 145, 195. Maqsad nima? Maydon olamiz. Maydalash kerak. 15 nima deb maydalaymiz? 3 kara 5. 3 kara 5. Bunisi 5 kara 7mi? Bo'yicha 9 kara 11. 11 kara 13. 13 kara 15. 15 mi maydadan, to'g'rimi? Ha. Eng bosh qaysi? 3. 1 taqsim 3. Ha. Ayirishimiz kerak eng oxirgisi. 1 taqsim 15. Orasida farqi 1 taqsim 2 mi? Ha. Bo'ldi. Hisoblasak, men mahraj 45 yo 15 bo'lsa bo'ladi. 5 dan beramiz. 4 taqsim 15 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 turibdi. 2 bilan 4 qisqaradimi? Ha. 2 taqsim 15. 2 taqsim 15 bo'ladi. Hop, qaysi variant bor? 2 taqsim 15. Birinchi javobda bor ekan. Tushundinglar-a? Maydalab baribir shu qoidalarigacha faqat mana kelib bo'lsa maydani tashlaysizlar. Maydalashim shu ketma-ket bo'ladi, doshda 2 3tasini bilsanglar, qolgani qarab o'tiribmiz. 11 ga 13 bo'ladi, 13 ga 15 bo'ladi. Keyingisi bo'ladi. Bugun 15 ga 17 bo'ladi. Undan keyingisi 12 ga 19 bo'ladi deb turishib ketsangiz bo'ladi. 25-misolda hisoblang deyapti ekan. Nima hisoblaymiz? Men 1 taqsim 3 joyida ko'paytirish o'zgartira olmaymiz-a? 2 taqsim 2 mana bo'lish o'zgartiramiz kerak. Ko'paytirish bo'ladi. Kasr joyi almashadi. 5 taqsim 42 midi? 42 taqsim 42 taqsim 5 bo'ladi. 42 qisqara. Qisqaradimi? Ha. 7 bilan 42 qisqarsa bunda 1, bunda 6. 7 qisqaradimi? Ha. 3 bilan 6 qisqarsa bunda 1, bunda 2. 2 qoladi. 2 bilan 2 ham qisqara. Yo'q. Bu 2 bilan 2 surati turibdi. Kelasiz. Mahraj 2 kara 2 4. Mahrajlar nima qoldi faqat? 5 mi? 5 qoldi. Minus 4 taqsim 5 mi? Ana, Keyingisiga. Mana bo'lish. Mana shu
qilishimiz kerak bo'lishdi? 17 taqsim 1. Ko'paytirishga o'zgartirishimiz kerak. Mana bu 5 taqsim 51 da 51 taqsim 5 bo'ladi. Ko'paytirilgan 4 taqsim 15. Bu bilan qisqaradimi? Ha. Bunda bir qora, bunda 3. 3 bilan 15 qisqaradimi? 5 qora. Qisqaragan yo'qmi boshqa? Yo'q. Tepada nima qoldi? Minus ishorasi bor hozirda. Bitta 10 yozib olamiz. Tepada faqat 4mi? Pastdachi? 5. 5 kere 5 25 qoldi, to'g'rimi? 5 bilan 5 qisqarmaydimi? Mahiyatga kirasan. Yo'q. Bir xil. 4 taqsim 25 bor? D. Varianti bor. Mahraj qisqartirib bo'lmaydi. Mahraj. Yo'q, surat qisqartirib bo'lmaydi. Bunisiga qaraymiz. Bunisi ham shu narsa. 3 taqsim 8 bo'lishmi? Ha, ko'paytirish bo'ladi. Ko'paytirish bo'ladi. 4 taqsim 3. 4 taqsim 3. 3 bo'ladi. Qo'shilgan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan minus 2 taqsim 7 bo'lishmi? 42 taqsim 5. 42 taqsim 5. 42 taqsim 5 ketdi. Qisqaragani 3 bilan 3 qisqaradi. Ha, 4 bilan 8 chi? qisqara. Bunda 1, bunda 2 ekan. 1 taqsim 2 qo'shilgan. Bunga qarang. 7 bilan qisqaradimi? Ha. Bunda 1, bunda 6. 6 bilan bu qisqarsa, bunda 2 qoladi. Boshqa yo'q qisqaragan. Endi minusga minus nima bo'ladi? Plyus. Plyusmi? Bo'l, ikkalasi yo'q ketdi. Tepa 4, past esa 5. 5 bo'lyapti. 2 dan 1 ga 4 taqsim 5 qo'shishimiz kerak. Bunga vaqt necha bo'ladi? 10. 10 mi? Bunga 5 dan, bunga 2 dan. Ana 8 bu 5. 8 ga 5 qo'shsanglar 13. To'g'rimi? Ha, Taqsim 10. 10. Demak, 13 taqsim 10 bo'ladi. Bormi? Yo'q. Ustoz, 10 hozir. ustoz. Ana 25-chi misolga 3 nima emas, ha? 25 so'm 3. Qaysi 3? Ha, Buni mi? 3 taqsim, 1 taqsim. Mana 6 bilan. 6 qisqartiradi. 2 qoldi. 1 3 bormi? 1 3. Shuni o'chirib o'ylasiz ustoz 13 to'g'ri. 1 3. Bir butun onda 3 bo'ldi. Ha, 1 butun 10 dan 3 ham bor ekan-ku. 1 butun 10 dan 3 ham bor ekan. Variantami? Bo'l, aralashkasi ko'p kerak ekan. 12 kasi ko'p. Shunday misollarda hisob-kitob bo'lish ko'paytirishga o'tkazasan, kasr joyini almashtirasan. Mana bu esa boya qoidaga to'g'ri keldi. Xo'p, qolgan misollarda shunday bitta ko'rib ketamiz. 36-misol bor ekan. 36-misolda qarang. 3 taqsim 5 va 11 taqsim 15 ekan. 11 taqsim 15. Shartni mana bunday deyapti. Sonlari 3 taqsim 5 va 11 taqsim 15 sonlari orasida mahraji 45 ga teng bo'lgan nechta kasr bor deyapti. Mahraji necha bo'lishi kerak deyapti? 45 ekan. Nechta kasr bor? 45 ga teng bo'lgan. Bu hozir 45 yo'q to'g'rimi endi? Nima qilishimiz kerak? 45 yo'qmi? 45 ga keltirib olishimiz kerak. Mana bu 45 so'rayapti mahraj. Mana bu yerda 45 ga aylantirishi, mana bu 9 5 ta nechiga ko'paytirishimiz kerak? 8 ga, 9 ga. Bungacha 3 ga. 3 tadan. Necha bo'ladi? 27 taqsim 45 va 33 taqsim 45. 45. Endi ayta olasizlar orasida nechta taqsim qoldi? Nechta ekan? 28 taqsim 45 bormi? Ha. 29 taqsim 45 bormi? 30 taqsimchi? 31chi? Bor. 32chi? 5 ta. Mana bu ikkita chegaradan qo'shmaymiz-da. Faqat orasidagi deb so'rayaptimi? Orasidagi hisoblanadi. Buni 33 taqsim 45. Mana bular orasi emas. O'zi chegara bo'lsin. Tushundinglar-a? Endi agar mabodo sizlarga qisqarmas kasr deb qolsa nima qilasizlar? Qisqarmas kasr topib beringlar. Shunaqa joy bormi? Yo'q. Yo'q endi. Bor bo'lganda-chi? Mahraji 45 shu bo'yicha bo'ladi. Mahraji 45 ga teng bo'lgan mana sonlar orasida qisqarmas kasrdan toping desa. 28 taqsim 45. Qisqaragan bormi birorta songa? Yo'q. 29 taqsimchi? 30chi? Qisqarib qoladi-ya? 3 ga qisqarib qoladi ikkalasi.
chiqarib tashlaymiz agar qisqarmas deganimiz. 31 bo'ladi, 32 bo'ladimi? Shu bitta 30 tasini 45 chiqarib tashlaganmiz. Agar qisqarmas ta'sir degan. Tushundinglar buni? Hop, darsni tushunib yakunlasak bo'ladi. Xayr sog' bo'ling.